To'g'ri. Ey. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Deymiz. Tarsamasdan Rusman. Aka, menga telefon kerak edi. Böyle telefonu zo'ri bor. Lekin sami arzon zo'r ishlaydigan telefon kerak aka. Bormi shunaqasi? Zo'ri bor. Ko'rsating aka. Ayib Pro Class Park sizga. Aka, necha pul qilib berasiz bu telefonni? Tak. 1600 gaga baraka bu. Aka, men qayerdan kelayotganimni bilasizmi aka? Zandanada. Zandan, qishloq Arabxonadan kelyapman aka, bitta telefon olish uchun. Ko'ryapsizmi? Shuncha joydan kelyapman. Bilasizmi, nechta telefon sotilayotgan joylar bu? Qalay, nima ustirayd qiladi, nima uchun keldingiz? Aka, arzon ekanda, magazinlaringiz shu uchun keldim. Sabab shu aka. Sifat ham zo'r ekan. Aka, sizni rayondan ham ko'pchilik ko'rar ekanda, mijozlar bor ekan. Bizni ham Instagramda ko'pchilik ko'radi. Kelib olsa bo'ladimi shu telefonni aka? Adresini tushuntiring aka. Gapiring. Buxoro viloyati Peshku tumani Qoraqalpoq Mexviy mahallasiga jo'shliqda biza. Aka, ko'chaga ko'rsatma, aka, chiqaring telefonni, ko'chaga ko'rsatamiz. Adresini tushuntiring aka, ko'pchilik keyin bizdan xafa bo'ladi-da. Telefonni ko'ring. Aka, videoga tushyaptilar. Ro'z bo'lasizlar. Adresini tushuntiring endi aka. Adres Buxoro viloyati Peshku tumani Qoraqalpoq Mexviy mahallasiga jo'shliqda. Qaysi qishloq? Mahallaga jam. Bo'ldi aka, tamom. Gap yo'q akajon. Yaxshi kunlar ishlating telefon.